Assalomu alaykum. Mana Ulyanovda 4 sotixli 2 tashkali kottej. Mana bu tashqi ko'rinishi. Mana darvozasi. Naveslari bor. Mana tashqi hovli. Mana uyni oldi qismi. Mana bu agarodlari. 4 sotixli kottej. Bu teraska tomondan kirilayotgan joyi. Mana bu yerda oshxonaga ham kirish eshigi bor. Mana отопление sistemalari bor. Uyda ariston bor. Mana issiqqina pechkalar ishlayapti. Tabiiy gazi bor. Bu oshxona eshigi. Uyda remontlari toza, remont qilingan. Mana kirish eshigidan uyning ichiga kiramiz. Mana koridori. Mana koridor. Bu yoqda ikkinchi etajda 3 ta xonasi bor. Mana pastda ham mana to'g'rida mehmonxonasi bor. Mehmonxona. Hozir bir oila ijaraga yashab turibdilar vaqtincha. Bundan tashqari mana bu yerda kladovkasi bor. Lesnisan tagi qismida kladovka. Bundan keyin oshxona. Mana oshxonasi. Tabiiy gazi bor, svet gaz, suvda muammo yo'q. Mana chap tomonda banya sanuzellari alohida. Mana bu banyasi. Issiqqina uylar, отоплениялар ishlayapti. Mana sanuzeli. Sanuzeli. Mana birinchi qavatini tushirib bo'ldik. Oshxona bor, bu yerda mehmonxona, kladovka. Endi ikkinchi etajiga chiqamiz. Mana ikkinchi etajda ham mana bu mehmonxonasi, mana bu spalniy, mana bu detskiy xona. Mana mehmonxonaga kiramiz. Uy remont qilingan, toza, pustoy holatda, bo'sh holatda sotiladi. Mana bu spalniy. Dan keyin mana yana detskiy xonasi. Mana Ulyanovda 4 sotixli kottej, davlatdan qarz yo'q. Sotilyapti. $90,000 sotilyapti. Barter qilishlari ham mumkin.